Tashrifning eng yuqori ramziy nuqtalaridan biri Ayvoni Sadr qarorgohida davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyevga Pokistonning oliy davlat mukofoti Nishoni Pokiston ordeni topshirilishi bo'ldi. Bu mukofot nafaqat davlatimiz rahbariga bo'lgan hurmat, balki O'zbekistonga uning tashqi siyosatdagi ochiq, konstruktiv va ishonchli yo'liga berilgan yuksak baho sifatida qabul qilindi. Mazkur e'tirof nafaqat O'zbekistonning mintaqaviy va xalqaro maydondagi nufuzi yuksak baholanayotganini, balki davlatimiz rahbarining izchil, ochiq va konstruktiv siyosati Pokiston tomonidan alohida qadrlanayotganini ham tasdiqlaydi. Shu ma'noda ushbu orden mamlakatlar o'rtasidagi ko'p qirrali hamkorlikni yangi mazmun bilan boyitish, siyosiy, iqtisodiy, savdo, transport, madaniy-gumanitar aloqalarni yanada kengaytirish yo'lida mustahkam poydevor bo'lib xizmat qiladi. Prezidentimizga nishoni Pokiston taqdim etilganligini biz hammamiz guvohi bo'ldik. Buni albatta katta faxr va g'urur bilan o'zbek xalqi va Pokiston xalqlari qabul qilyapti. Bu avvalambor muhtaram prezidentimizni xalqaro miqyosdagi amalga oshirilayotgan faoliyatlari, islohotlar, jamiyatni modernizatsiya qilish va qolaversa O'zbekiston keyingi paytlarda mana shu xalqaro miqyosda ham avvalambor pragmatik xalqaro siyosatni olib boryapti. Shu bilan bir qatorda ochiqlik siyosatini olib boradi va har qanday xalqaro aloqalarimizga muhtaram prezidentimiz ikki taraflama manfaatni ko'zda tutgan holatda amalga oshirilib kelyaptiki, bularning barchasi xalqaro hamjamiyat tarafidan katta e'tiroflarga sabab bo'lmoqda. O'zbekiston yetakchisini sa'y harakatlari natijasida bugunga kelib O'zbekiston va Pokiston Islom Respublikasidagi aloqalar avvalambor sifat jihatdan yangi bosqichga ko'tarildi. Bu aloqalarga yangi mazmun, dinamika va amaliy mexanizmlar tatbiq qilindi. Biz bilamiz, O'zbekiston va Pokiston aloqalari odatda ramziy do'stlik aloqalari edi. O'zbekiston yetakchisining tashabbuslari bilan bu aloqalarga pragmatik tus, qo'shma loyihalar, institutsiyalar hamkorlik va umuman olganda amaliy jihatlarda ham inobatga olindi. Tashrif davomida bizga ma'lum bo'lgan muhim xushxabarlardan yana biri muhtaram prezidentimizga Pokiston Milliy fan va texnologiyalar universitetini faxriy doktori va professori unvoni berildi. Bu unvonni Pokiston Respublikasining bosh vaziri Shahboz Sharif shaxsan sertifikatni taqdim qildi va shuni aytib o'tish kerakki, bu mana shu faxriy fan doktori va professori unvoni O'zbekiston yetakchisini avvalambor amalga oshirilayotgan katta yirik islohotlari va shu bilan bir qatorda ta'lim sohasida, ilm-fan sohasida va innovatsiyalar sohasida olib borayotgan sa'y harakatlari natijasi sifatida taqdim etildi. Islomobod ko'chalaridan biriga Toshkent nomi, Yangiboqqa esa Zahiriddin Muhammad Bobur nomi berilgani tashrifning ma'naviy, falsafiy qirrasini ochib berdi. Bu qarorlar tarixiy merosning mushtarakligini, ikki xalqni bog'lab turgan ildizlar qanchalik chuqur ekanini eslatuvchi ramziy ko'prikka aylandi. Bunday loyihalar va ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlik aloqalarini yangi bosqichini boshlab bergan davlat tashrifi esa Pokiston va mintaqa media makonida ham keng yoritildi. Historic move to bolster bilateral relations, Pakistan and Uzbekistan. आपको बताएं कि उज़्बेकिस्तान के